Bolajonlar, bugun biz qiziqarli tajriba qilamiz sizlar bilan. Bu tajriba orqali biz tabiatda suvning aylanishini ko'rib chiqamiz. Mana idishimizda issiq suv bor. Hozir bu suvdan bug' chiqayotganini ko'ryapsizmi? Ha, demak, tabiatda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni quyosh daryolarni, ko'llarni bug'lantiradi va ular bug'lar asta-sekin havoga ko'tariladi. Endi biz idishni ustini shaffof selofan bilan berkitganmiz. Bu joy bizning osmonimiz bo'ladi. Ya'ni issiq suv bug'lanadi. Bug' yuqoriga ko'tarilgandan keyin selofanning ichki tomoniga uriladi va biroz o'tib selofanning ichida mayda suv tomchilari paydo bo'ladi va bu bulut hisoblanadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mayda tomchilar paydo bo'lgan. Siz ham bosib ko'rishingiz mumkin. Ana bu tomchilar yig'ilib og'ir bo'lganligi sababli bulutga aylanadi va u bulut keyin bizga yomg'ir bo'lib qaytadi. Bug' tepaga ko'tarilib bunday bo'lishiga sabab yuqorida havo harorati sovuq bo'lganligi sababli u bug'ga aylanadi. Shunday qilib, bulutdagi suv tomchilari og'irlashsa, ular yana pastga tushadi va yomg'ir yog'adi. Suv yana yerga qaytadi. Keyin yana quyosh issa, suv bug'lanadi va bulut hosil bo'lib, yomg'ir yog'adi. Suv doimo aylanib yuradi. Ko'rgan bo'lsangiz, tabiatda suv hech qachon yo'qolmaydi. U faqat holatini o'zgartirib, yana yerga qaytadi. Tushundingizmi? Tushunmagan bo'lsangiz, savol berishingiz mumkin. Nimani tushunmadingiz? Tabiatda bulut qanday hosil bo'ladi? Suv bug'lanadi. Bug'langandan keyin u tepaga ko'tariladi va yuqorida harorat sovuqligi sababli o'sha bug'lar changlar orqali birikadi va biz o'sha ertaklarda biz o'zimiz yumshoq bo'ladi bulut deb hisoblaymiz, o'zimiz bilamiz. Ana shunday yumshoq holatga keladi, ya'ni changlar bilan birikib bulut hosil bo'ladi. Biz mana ertalab chiqqaningizda, misol uchun qishloqqa borsangiz, dalalarda, tumanlarda ko'rishingiz mumkin, to'g'rimi? Ana shu tumanlar ham pastlikda paydo bo'lgan bulut hisoblanadi. Tushundingizmi? Demak, changlar orqali ular yuqoriga bug'lanadi va bulut hosil bo'lgan bo'ladi. O'sha tumanlar ham bulut hisoblanadi. Va misol uchun ertalab tushgan shudringni ko'rishingiz mumkin. Ana shu shudring ham bug'lanib, kechqurun pastga tushgan bo'ladi. O'sha shudringlar tomchi bo'lib pastga tushgan bo'ladi. Tushundingizmi? Ha.